40 haftalik homilador ayni damda eng dangasa inson sifatida shuni ayta olamanki, nonushta uchun eng oson va kam xarj yegulik. Birinchi bo'lib kartoshkani qaynatib olib, yaxshilab ezib olamiz. Ketidan tuz, birozgina murch, mayda to'g'ralgan ukrop va xohishga ko'ra sir solamiz. Xolasangiz ozgina kolbasa sovarsangiz ham bo'ladi. Birinchi yaxshilab aralashtirib, keyin esa bir dona tuxum solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Elangan un va razrxritilni solib, xamir qoramiz. Stolga yopishib qolmasligi uchun un sepamiz va qo'limiz yoki juva yordamida yoyib olamiz. Ikki xil shaklda qilganim uchun birinchi dumaloq kesib oldim, qolganini yana mushlab, xuddi shu ko'rinishda uchburchak qilib kesib oldim. Ozgina qizigan yog'da o'rtadan pastroq gazda bir tomoni qizarguncha, agar o'g'lingiz ko'chadan hech qatini qirqimasdan toza kiyotgan bo'lsa, peshonasidan qattiq o'pib qo'ying. Yoki men o'g'limga o'xshab kiyimini dog' qirqib kiyotgan bo'lsa, shartta Bavi super очистительni oling. Kiyim ustidan solib, keyin esa qaynoq suv quysiz, xuddi shunaqa bitta reaksiyaga kirishib ko'pirib ketadi va top-toza qiladi. Uzun market yoki korzinkadan topsangiz bo'ladi. Pirojkilarimiz ichlari bilan yaxshilab pishishi uchun gazni baland qilib yuboring. Bu dangasa yegulikni avval o'zingiz saqlab oling, keyin esa dangasa do'koningizga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lishni unutmang.